Assalomu alaykum hurmatli aziz yurtdoshlar. Hozir biz Oltiariq tumani Tinchlik shaharchasidamiz va bugun Baxtiyor hoji akamizni tavallud topgan kunlari. Otajon degan chiroyli mana dekoratsiyamiz tayyor. Ular uchun chiroyli qo'shiqlar, sovg'alar tayyor. Bugun farzandlar tomonidan chiroyli tabriklar yangradi. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Farzandlaringiz sizni juda ham yaxshi ko'rishadi. Tabriknomamizni boshlaymiz. Kimga mana shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, pastda raqamlar bor, bemalol qo'ng'iroq qilishlari mumkin va YouTube'da tomosha qilayotganlar bitta like bosib tomosha qilaverasizlar. Biz sizlarga yaxshi kunlaringizda xizmatdamiz. Biz boshladik. Caningizga can olayım, canımga darmanım otam. Caningizga can olayım, canımga darmanım otam. Kamtarım piyru badavlat, şevketim şanım otam. Gül hayatım körki yorqin, üste bağbanım otam. Siz bilen yok zarracha kalbimde armanım otam. Siz bilen yok zarracha kalbimde armanım otam. Caningizga can olayım, canımga darmanım otam. Kamtarım piru badavlat, şevketim şanım otam. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli aziz yurtdoshlar. Davlatim otam, jannatim onam loyihasi davom etar ekan. Mana shu ko'rsatuvimizga mos xonadondamiz. Chunki davlatlari bo'lgan otalari hayot hoji akam, jannatlari bo'lgan hoji onam hayot. Bundan ortiq menimcha farzandlarga baxt bo'lmasa kerak, to'g'rimi? Bugun baxtlar to'kis, chunki dasturxon ustida, jay namoz ustida duo qiladigan ota-onasi bor. Bu eng katta davlatlari. Ota-onani qadri, ota-onani qimmati juda ham ulug'. Chunki otani to'yib quchoqlab bag'riga bosib hidlashga zor insonlar bor. Onani to'yib bag'riga bosib hidlashga zor insonlar bor. Bugun farzandlaring ko'chada ko'kragini kerib, men boy insonman, badavlat insonman desa arziydi. Ulug' yoshga kirgan, mana shunday tavallud topgan kunlarini, ulug' kunlarini nishonlab turgan otalari, onalari hayot. Bolalardan ham mana nabiralar ko'proq xursand bo'lib turibdi, chunki bobojonlari, buvijonlari, duogo'ylari bor, xonqonlari, tog'lari bor yonida. Hoji aka, bugungi baxtli kuningiz muborak bo'lsin. Qutlug' kuningizda uchala o'g'lingiz, qolaversa uchala qizingiz nomidan tabriklarga yetib keldik. 3 ta qiz uzatgan jannati deydi.
siz ham bemalol jannat deb aytsak bo'laveradi, chunki bizga berilgan ma'lumotlarga ko'ra qizlaringiz shu bizni kelin emas, qiz deb qabul qilishgan. Biz kelinlar emas, biz qizlarimiz atashdi. Shuning uchun bemalol jannatli insonlar bizga yarashaveradi. Mana shu chiroyli tabrik so'zlarimiz bor. Assalomu alaykum, mehribon dadajonim, mehribon onajonim. Bugungi shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Otajonim, otani qadrini ota bo'lib bildik. Doimo baxtimizga sog' bo'ling. Alloh bizga mana shunday mehribon, oqko'ngil, duogo'y ota-onani berganiga shukr. Allohga shukr qilamiz. Otamiz, onamiz bizni halol yedirib, halol kiydirdi. Ko'cha-kuyda hech kimdan kam qilmadi. Borini berdi. Biz yaxshi yashashimiz uchun, yaxshi inson bo'lishimiz uchun kecha-yu kunduz tinim bilmay ishladi. Otajonim, sovuqni sovuq demay, issiqni issiq demay, qo'llaringiz mehnatdan qadoq bo'lib bo'lmasin, bizni voyaga yetkazdingiz. Bolalarim yaxshi yashasin deb tirmashdingiz, boringizni berdingiz. Onajonim, duolar qildingiz. Sochingizga bizni deb oqlar tushdi. Biz hammasi uchun qarzdormiz. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Mana uylar joylarlaring, hech kimdan kam qilganlaring yo'q. Allohga shukr qilamiz. Mana shunday Allohning uyini ziyorat qilgan mehribon ota-onamiz bor. Otajonim, bugungi shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Butun umr sizlardan qarzdormiz deb sizlarni yaxshi ko'rguvchi farzandlaring nomidan yana bir bor tabriklaymiz. Guldiroz qarsaginglar bo'lsin. Maza qilaman ota-onasi bor insonlarni xonadoniga tabrik etasan. Chunki to'lib xohlaganingizda tabrik bildirsa yarashaveradi. O'zi sizlarni xursand qilish uchun borimizni bersak ham kam. Bugun endi tilaklar, yaxshi niyatlar yangraydi. Salomat bo'ling. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Xonadonga yig'ilgan hamma aziz mehmonlar, hammalari xush kelibsizlar. Ilohim shu akamni ham tan joni sog' bo'lsin. Biz ham shunday bo'lib yuraylik ilohim. Bolalarini hamisha rohatini, huzur halovatini ko'rib yursin, tan jonlari sog' bo'lib, qo'sha qarib yursin ilohim. Bizga ham shunaqa kunlarni ko'rib yurish nasib qilsin ilohim. Biz ham shunaqa bolalarimiz rohatini ko'raylik. Ota-ona uchun bu dunyodagi eng ulug' baxt farzandini rohatini ko'rish. Ota-ona farzandini dunyoga keltirdimi, orqasidan rahmat eshitgisi keladi, ularda farovon kunlarni ko'rgisi keladi. Mana bugun o'sha halol mehnatlarning natijasini ko'rib turibmiz. Endi Xojona bugun umr yo'ldoshingizga sizdan birinchi tabrik eshitamiz. Marhamat. Mikrofonga yaqinroq gapiraverasizlar. Assalomu alaykum. Bolalarim, dadalaring yuzlarga kirsin, billa hojilarga borishni nasib qilsin. O'g'illarim, sizlarga ham rahmat, qizlarim, sizlarga ham rahmat. Tanijonlaring sog' bo'lsin. Turpa bo'lsa oltin bo'lsin, oltin boshlaring omon bo'lsin. Allohim bir qo'llaringga ehson bersin, bir qo'llaringga davlat bersin. Allohim Xudo nasib qilsin, qo'sha hojilarga borishlik, bolalaringning orzu havaslarini ko'rishlik, bizga nima qilsalaring, bolalaringdan qaytishlik nasib qilsin Allohim. Bolalarimga Allohim uzoq umr, uzoq rizq bergin. Bizni hurmat qilib shunaqa kunlarni ko'rsatganiga Allohim o'zingga hamd sanolar aytaman. Meni Xolida qizim ham hojilarga borsin, otasi bilan billa yurishlik nasib qilsin hammamizga. Rahmat, sog' bo'linglar. Dadajonimiz, tabriklaymiz ilohim. Hamisha bizga bosh bo'lsin. Bizni mana hammamizni 3 ta kelin bo'lsa, ham kelin o'rnida ko'rmadilar. Doim haqiqiy ota bo'ldilar bizga. Mana hammamiz ko'chirib chiqarishdi. Ilohim katta hojilarga onamiz bilan jo'natishlik nasib qilsin. Shunaqa chiroyli qilib kutib olaylik borsin ilohim. Farzandlarimizga bosh bo'lsin, ularni ham uylab joylashishda doim boshimizda turishliklarni nasib qilsin. Tanjon sog' bo'lsin, hech qachon kasal bo'lishmasin ilohim. Baxtimizga sog' bo'lsin.
Bu canımızdan baxtimizga sog' bo'lsin ilohim. Bizni har doim qo'llaydilar. Yonlarida doim hamisha sog' salomat bo'lib, birgalikda qo'sha qarishlar nasib qilsin. Nevaralarni ko'rishlikni nasib qilsin ilohim. Yuzga kirganlarida ham shunday yosharib tursin, shunday chiroyli qilib, shodiyona kunlar qilib o'tkazishlikni nasib qilsin hammamizga. Sog' bo'linglar. Qani keyingilar. Biz shu xonadagi bizga mana bizni kelinmas, qiz o'rnida ko'radi. Dadajon, sizni yaxshi ko'ramiz. Hech qachon qizim yo'q deb o'ksimang. Qizdan-da a'lo bo'lib yuraylik. Qiz bolani baribir birovga berib yuborasiz. Unga haddi sig'maydi. Biz haqiqiy qizlaringizmiz dadajon. Doim yuzga kirgizda ham yoningizda erkalab yurishlik nasib qilsin. Dadajon, bizga bergan mehringiz uchun rahmat. Bizdan rozi bo'ling. Agar bilib bilmay dilingizni og'ritgan bo'lsak, bizni kechiring. Doim buvijon bilan birga uylarimiz to'rida duogo'yimiz bo'lib yuringlar. Mana shu qizlarimizni, o'g'illarimizni to'yida ham birga bo'lishni nasib qilsin. Doim baxtimizga sog' bo'linglar. Umringiz bahordek bo'lsin, hech yomg'iri bo'lmasin. Yozdek issiq bo'lsin, saratoni bo'lmasin. Kuzdek salqin bo'lsin, hech xazoni bo'lmasin. Qishdek sovuq bo'lsin, qahratoni bo'lmasin. Dadajon, ilohim yuzlariga kiring. Rahmat qizlarim. Baxtimizga doim sog' bo'ling. Sog' bo'linglar qizlarim, tanjolaringiz sog' Yaxshi bo'lsin. kunlarimizda bu jon bilan uyimizda to'g'rida duogo'yimiz bo'lib yurishni nasib qilsin. Rahmat. Hayronman hozir kelinlardan tabrik eshityapmizmi, qizlardan? Biz mana 700 ta yaqin ko'rsatuv o'tkazgan bo'lsak, birinchi marta mana o'zimizni dadamizni tug'ilgan kuni deb taklif qilishgandi. Yana bitta qizlar bor ekan. Qani keling-chi qizim. Keling. Hali men chiroyli tabrik bildiraman degandi kelishingizda. Assalomu alaykum. Ota, sizni yaxshi ko'raman. Yuzlarga kiring. Har doim yonimizda sog' bo'lib yuring. Hojilarga boring. Hojilarda shuna borib kutib olaylik. Rahmat. Qani endi hozir Holidaxonlar tabrik eshitamiz. Qarab turinglar hozir. Rahmat. Ana quchoqlab qo'ying opajon desa. Sog' bo'ling, asosiy bo'ling. Meni qizim bu meni haqiqiy qizim. Danagidan mag'zi shirin deb hammasini ko'proq o'zi nabiralari yaxshi ko'riladi. Ana endi akalar, kelinglar sizlardan tabrik. O'zimiz ham boshlovchi bo'lsak ham har doim ham dadasi yaxshi ko'ramiz degani xijolat bo'lamiz. Bugun shunaqa imkoniyat bor. Dadasi yaxshi ko'raman desa, otadan o'sha kuni onadan baxtli inson bo'lmasa kerak, ota-onani yaxshi ko'raman deb aytish bu mazza, sharaf. Bugun shunaqa imkoniyatlaring bor. Marhamat. Dadajon, sizni yaxshi ko'raman. Umringiz uzoq bo'lsin. Sog' bo'lsin, opa. Boshlang toshdan bo'lsin. Hammalaring baxtli, taxtli bo'linglar ilohim. Sog' salomat oldimda. Dadajon, biz sizni yaxshi ko'ramiz. Yuzlarga kirib ham bilan shunchalik uylar solib berdi, shunchalik xotinlarga jo'natdi, katta rahmat. Ayolga ham rahmat, rozi bo'linglar oma. Katta rahmat sizlarga. Sizlarga boshlang toshdan bo'lsin. Baxtli bo'linglar. Eng shirin ifor ota-onaning ifori. Bundan shirin iforni bu dunyoda topolmaysiz. Aka, sen o'rtoqqa kelib oling. Dada, umringiz uzoq bo'lsin. Sizni yaxshi ko'ramiz. Rahmat bolam. Rahmat. Boshlang toshdan bo'lsin, sog' bo'linglar. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. O'zlaringdan ketib, qorilar, qoriyalar dunyoga keltiringlar ilohim. O'zi yaqinroq turinglar. Mana yaqinroq turinglar. O'zi biz erkak kishilardan ancha-munchaga yig'lab bo'lmaydi, lekin otaga tabrik bildirayotganda, onaga tabrik bildirayotganda yig'lamaslik iloji. Bugun sevinch ko'z yoshlari
inson shunaqa mazza qiladi mana shu joylarida. Chunki mazza qilib otasi yaxshi ko'raman deb quchoqlagan otasi bor, onasi yaxshi ko'raman degani quchoqlagan onasi bor. Hozir qani endi meni ham otam bo'lsa, onam bo'lsa, bor davlatimni beraman deb bizni tomosha qilayotganlar bor. Otani iforini, onani iforini sog'inganlar bor. Bugun siz bilan biz ota-onasiz hayotda baxtlimiz. Chunki shunday suyanchig'imiz, duogo'yimiz. Sizni onangiz hayotni uyingizda farishtangiz bor, otangiz hayotni uyingizda davlatingiz bor, soyaboningiz bor, tog'ingiz bor. Otasi bor inson, o'g'il bola hech qachon yosh katta bo'lmaydi. Yoshdek yuradi, ko'chada ko'kragini kerib yuradi. Bugungi baxtli kunlar, bugungi xursandchilik kunlar muborak bo'lsin. Eng yaxshi tilaklar, eng yaxshi niyatlar eshitildi Baxtiyor aka bugun va ana endi sizdan bugun taassurotlaringizni eshitamiz. Kayfiyat qanday bo'ldi? Nima qilishyapti, kim biladi deysizmi? Hozir nima deyishni ham bilmay qoldim. Men faqat o'sha telefonlarda ko'rardim bunday narsani, lekin hozir ichimga sig'dira olmayapman, hozir hayajondaman. Avvalo yurtimiz tinch bo'lsin. Yurtimiz tinch ekan, shunchalik shunaqa narsalar hammani yuragiga sig'adi, hamma mas'ullar qo'llarida ko'pchilikdan kelib chiqadi. Avvalo yurtimiz tinch bo'lganiga shukr, Allohdan shuni so'raymiz. Xonadonlarimiz tinch, Xudoga shukr, mana mahalla ko'yimiz tinch. Mana sizlarni Alloh bizga uchrashtiribdi. Sizlarga mana shu vaqt bilan ajratib kelibsizlar. Sizlarga katta rahmat, qanjolarning sog' bo'lsin. Nima orzularingiz, orzu maqsadlaringizga yetinglar. Sizlar ham biz qatori hojilarga boringlar, farzandlarni uylab joylaylar, sizlar ham mana shunaqa rohatlarni ko'ringlar. Sizlarga ham bundan-da zo'r televideniyalar kelib, sizlarga ham mana shunday ulug'lab, qutlab kelishni Allohdan so'rayman. Bolalarimga ham baxtli, saodatli bo'lishib, bolalarim ham qanjoni sog' bo'lishib, bundan-da Alloh Parvardigor martabalarini ulug' qilsin. Qizlarimga ham qanjonlarini sog' qilsin. Mana o'zimni qishloqqa ko'rib, men bir dadalardan ham afzal ko'rsa kerak, men o'zim yaxshi ko'rganim uchunmi? Qizlarimni bilmayman, menga Xudoyim haqiqiy menga qizlarni bergan. Menga qizim yo'q deb o'ksinmasin, shu qizlarni menga bergan. Shularga rahmat, qanjonlari sog' bo'lsin. Nevara chevaralarim qorilar, qoriyalar bo'lsin. Xalqqa xizmat qiladiganlardan bo'lsin. Hamisha Alloh Parvardigordan so'rayman. Bolalarimni bosh toshdan bo'lsin, yomon ko'zlardan, falokat balo qazolardan saqlasin. Hamma azizlarimni ham Alloh Parvardigor panohida asrasin. Bundan-da bu studiyalaring ziyodali bo'lib, bundan-da Alloh Parvardigor qo'llab-quvvatlasin. Hamisha Allohning panohida yuringlar, beshikka yuringlar. Parvardigor sizlarni doimo niyatlaringga, amallaringni oshirishini Allohdan so'rayman. Qanjolaringiz sog' bo'lsin, umrlaringiz uzoq bo'lsin, rizqlaringiz ulug' bo'lsin. Yomon ko'zlardan Alloh o'zi asrasin. Rahmat deganlaringga. Ko'rsatuvimizni har kuni aytaman, shu ko'rsatuvimizni aytganda eng shirin joylardan biri. Hoji aka, farzandlardan rozimisiz? Nimaga roziman? Hozir aytyapman, ichimdagi gaplarni to'g'ri gapirgani ham hozir xijolat etdim. Xudodan men roziman, Xudo rozi bo'lsin. Ilohim Xudo jannatlarda shu bolalarimni jannatlarda ko'rishni nasib qilsin. Allohim ularni, Allohim hamisha panohida asrab, iymonli, ibodatli bo'lishlarini Allohdan so'rayman. Qanjolari sog' bo'lsin. Ash qizlarimni bir quchoqlab olayman, cho'g'ina, key qizlarim. Qizlarim keylar, meni qizlarim taqilar. Haqiqiy meni qizlarim, keylar qizlarim, asal qizlarim. Boshlaring toshdan bo'lsin, baxtli bo'linglar qizlarim. Hamisha qanjolari sog' bo'lsin. Ichga baqib chaqirib borsam, ona Sizlardan joyi sog' bo'lsin, ilohim. Qanjolaring sog' bo'lsin. Qilgan mehnatlaringga rozi bo'linglar. Sal qo'yapti, yig'lab yuborsin degan. Chunki ko'rib turganlar. Mana sizlar uchun master klass, qizlarni, kelinlarni qanaqa yaxshi ko'rish kerak. Otani mana shunaqa onani duosini olsa, hojona keling. Sizlar ham shu roziligingizni olib qo'ying. Rozimisiz farzandlardan? Allohga shukr, farzandlarimni umri uzoq, rizqi ulug' bo'lsin. Umrlariga, rizqlariga baraka bersin, qo'shgani bilan qo'sha qarisin. Nima niyat bo'lsa, niyat amallariga yetsin. Allohim shunchalik umr berding, rizq berding. Shunaqa farzandlar berding, o'zingga hamd sanolar aytaman. Bolalarimdan ming marta roziman, Alloh. O'zing rozi bo'lgin, Alloh. Bolalarimni umri uzoq, rizqi ulug' bo'lsin. Qizlarim ham billa qo'sha qarisin. Uzoq umr, uzoq rizq ko'rsin. Bizni shunaqa hurmat qildi, ularni Alloh qilsin.
qilgan mehnatlaringga rozi bo'ylar qizlarim. Sog' bo'linglar. Keling dadasi. O'sha qarim deylar ilohim. Ota-onaga nima qilinsa, boya Hojiram aytgandek, farzandlardan qaytadi. Xudo xolasa ota-onalarni farzandlari mana shunaqa qilib e'tirof qilib, xursand qilib yurish nasib qilsa, endi Hoji aka endi erkalaymiz, endi bayram deb bo'lsa, davraga taklif. Falagi burcunun ehri turan varsan, kayısı sadek burcunun gevher şehvarsan, kayısı tamamısı napayı tatavursan, kayısı çemen zarını naleyi gülünersen, soylamalı sana kimisi var yarsan, boy ala göz boy kara göz boy ala göz gel beri, kara göz gel beri. Hamadı ve bende dur, bağır servirem al, lelelerin reşkidin ulçirur berqal, çünkü çemen sehrede olsa yüzün gül nişan, nalasına iler huzur bulbul bir kanıma. Soyla bana insanım, kimisi var yarsan boy ala göz boy kara göz boy ala göz gel beri, kara göz gel beri. Ko'taring. Vajonisi. Rahmat. Allohga maxsus tayyorgarlik ko'rinibdi-yu. Eng qaynoq fikrlar chiqyapti-yu. Sizlarga yaxshi ko'raman. Hammalarga yaxshi ko'raman. Muborak bo'lsin yaxshi kunlar, Xudo xolasa. Endi mana biz ko'rib turganlar bu kunlar mana shu hozirgi video lavhalar ko'p yillarga esdalik qoladi. Sovg'alarni berib turing, duo qiling. Duoingiz İlahimin Allah Parvardigar, o'zing ko'rguvchi, bilguvchi zotsan. Allohim seni oldingda biz ojizmiz Parvardigar. O'zing Parvardigorim, yurtimizni tinch qilgin, mahalla xonadonlarimizni tinch qilgin, hammamizni xonadonlarimizni fayzli barakali qilgin. Allohim Parvardigar, mana shu bolalarimga yapgan mehnatlariga Alloh Parvardigar o'zing ajrlar bergin. Allohim bu kelgan ukalarimni ham Alloh bosqiga qadamlariga hamd sanolar bo'lsin. Allohim nimaki maqsadlar bo'lsa maqsad murodlarga yetkazgin. Bizga o'xshab hojilarga borishlikni Alloh nasib qilgin. Ota-onalarini roziligini olib, ota-onalarining duosini olishlikni nasib qilgin. Farzandlarini ham baxtli, saodatli bo'lib, farzandlari ham qoriyalar bo'lishini Alloh nasib qilgin Parvardigor. Bolalarimni ham, qizlarimni ham tanjonlarini saqlagan. Qizlarimni ham Alloh Parvardigor, shunday o'zimda qizlarim bo'lib yurishlarini Alloh nasib qilgin Parvardigor. Nevara chevaralarimizni qoriyalar bo'lishini Alloh nasib qilgin. Allohim Parvardigor, mahalla to'yimizni tinch qilgin. Allohim, bu jiyanlarim, ukalarim bor, singllarim bor Parvardigor. Hammasini tan joyini sog' salomat qilib Alloh Parvardigor
ularni ham tanjonlarini sog' qilgin. Mana shunaqa xursandchilikda hammamizni ham yana ko'p ko'rishlikda, to'ylarda, xursandchiliklarda bo'lishlikda Alloh nasib qilgin, Parvardigor. Robbana atina fid dunya hasanat va fil oxirati hasanat va qina azabnar. Rahmat robbil alamin. Bayram muborak bo'lsin yana.